Ta'lim muassasamiz 2026-2027 o'quv yili uchun kunduzgi va dual ta'lim shakllarida o'qishga taklif etadi. Kunduzgi ta'lim shakliga 9-sinf bitiruvchilarini quyidagi: IT dasturchisi, oshpaz, avtomobillar servisi, metallarga ishlov berish, mehmonxona menejeri, bank nazoratchisi, elektromontor, sartarosh, modelyer, moda va tikuv ishlab chiqarish texnologiyasi, mebel dizayneri yo'nalishi bo'yicha hamda o'qishning dual ta'lim shakli bo'yicha esa avtomobil servisi, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga xizmat ko'rsatish, poyabzal ishlari, metallarga ishlov berish, mehmonxona menejeri, oshpaz, sartarosh, moda va tikuv ishlab chiqarish texnologiyasi kasblari bo'yicha o'qishga qabul qilinadi. O'qish muddati 2 yil. 11-sinf bitiruvchilari uchun ham ta'limni kunduzgi va dual shaklda olib boriladi. Bitiruvchilar ta'limni kunduzgi shaklda quyidagi yo'nalishlar bo'yicha o'qishga qabul qilinadi: buxgalteriya hisobi va audit, kompyuter injiniringi, avtomobil transporti va servis muhandisi, qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari servisi, umumiy ovqatlanish xizmatini tashkil etish, elektr stansiya tarmoqlari va tizimlar. Ta'limni dual shaklda esa buxgalteriya hisobi va audit, kompyuter injiniringi, elektr stansiya tarmoqlari va tizimlari, mebel ishlab chiqarish texnologiyasi yo'nalishlariga o'qishga qabul qilinadi. 11-sinf bitiruvchilari o'qishga tanlov asosida davlat granti va to'lov shartnomasi asosida o'qishga qabul qilinadi. O'qish muddati 2 yilgacha. Ta'lim muassasasini a'lo baholarga tamomlagan o'quvchilar Farg'ona texnika universitetining mos yo'nalishlariga 2-bosqichda suhbat asosida qabul qilinadi. Dual ta'lim shakliga 9 va 11-sinf bitiruvchilari qabul qilinib, o'quvchilar o'z ishidan ajralmagan holda ta'lim olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Ya'ni bir vaqtning o'zida ham ishlash, ham o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. Dual ta'limda tahsil olayotgan o'quvchilarni rag'batlantirish maqsadida har bir o'quvchiga 412 ming so'mdan, o'zlashtirish ko'rsatkichi 85% dan yuqori bo'lgan o'quvchilarga 1 million so'mdan, xalqaro va respublika tanlovlari g'oliblari uchun esa 1 million so'mdan stipendiya to'lab berish nazarda tutilgan. Ta'lim muassasamizda 2026-2027 o'quv yilida xorijiy dasturlarda o'qitish rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda ta'limni 2+1 shaklida o'qitish bo'yicha Belarus Respublikasining Baranovich texnologiyalari va dizayn hamda zamonaviy texnologiyalar va mashinasozlik kollejlari bilan rasmiy hamkorlik shartnomalari imzolangan. Aziz o'quvchi yoshlar, o'z kelajagingiz uchun befarq bo'lmay, zamonaviy talabgor va kasb-hunar mutaxassisliklarini o'rganish uchun Farg'ona shahar 1-sonli texnikumida ta'lim olish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Bizning manzil Farg'ona shahar Yoshlik ko'chasi 18-B uy.